3. Assalomu alaykum. Bugun mana hozirgi kunda biz Xalq banki Yangi bozor biqimiga biriktirilgan bir kontur bir mahsulot bo'yicha Mingbag'alon mahallasida tashkil etilgan 1010 sonli konturdamiz. Bu yerda tarvuz mahsuloti bo'lgan tarvuz ekilgan, tarvuz ekilgan bu pishish arafasida. Hozir tarvuzlarimiz bu yerda mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Hozir loyihaning umumiy qiymati 430 million so'm. Bu yerning umumiy maydoni 11,2 gektarni tashkil qiladi. Bu yerda 35 nafar dehqon xo'jalik faoliyat yuritmoqda. Bizni lider tadbirkorimiz Yangi bozor innovatsion tomorqa xizmati bilan shartnomalarimiz hozirgi kunda imzolangan. Tarvuzdan keyingi takroriy ekinimiz sabzi ekish rejalashtirilgan.